Assalomu alaykum barchaga. Bugungi o'rgatadigan narsam yangi AI orqali multi-level va Sefer imtihonini dagi yangi writing formatini tekshiradigan va xatolaringizni ko'rib, tahlil qilib, kuchaytiradigan bir zo'r usulni o'rgataman. Ya'ni sizlarga bir promptni qanday ishlashini va nimalar qila olishingizni ko'rsatib o'taman. Xo'p, yangi AI haqida ozgina tushuncha beradigan bo'lsam, bu LM Arena degan AI bu tekin. Eng yaxshi tarafi bu yerda juda ham ko'p variant, xohlagan AI'ni, pulli AI'ni tekin ishlatishingiz mumkin va battle qilishingiz ham mumkin. Ya'ni qaysi biri zo'r ishlaydi va qanchalik farqi bor, farqlarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Solishtirishga ham zo'r. Xo'p, endi writing tekshirib ko'ramiz. Tayyor prompt bor va essay, yangi formatdagi essayni olamiz. Multi-levelchilar juda ham bundan xursand bo'lsa kerak, sababi hali chiqmagan va o'zi yaqindagina o'zgardi. Shuning uchun hammaga foydali bo'ladi. Xo'p, bu yerda mana tayyor men shablon qilganman. Ctrl V va buyruqni beramiz mana. Xo'p, hozircha mana ikkalasida ham uje ketyapti. Bu promptni yozishga, buni yaratishga bir hafta ketdi. Ya'ni har bitta holatini o'rganib chiqdik. Ya'ni yangi formatda nimalarni tekshirish kerak, qanaqa baholash kerak, tizimi qanaqa, barchasi. Mana hozircha 2.5 tekshirishni boshladi. Bu yoqda Grok ikkalasini solishtiryapman. Qanchalik to'g'ri bo'lar ekan. Bu orqali siz xohlagan shu multi-leveldagi shu prompt orqali essaylarni, yangi formatdagi essaylarni tekshirib, nimaga qaysi o'zgaradi, qancha nima qilsangiz yana ham rivojlanasiz, barchasini kuchaytirishingiz, tuzatishingiz, xatolaringizni ko'rishingiz, tuzatishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda mana qilingan xatolaringizni tepasiga chizib, yoniga to'g'ri variantini, yaxshi variantini yozib beradi. Xo'p, bu albatta bitta essayni tekshirgandan so'ng albatta tahlil qilib chiqish kerak. Ya'ni qayta ikkita mana ikkalasini ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni total score 16 dan 13, ya'ni Sefer Field B2, ya'ni B2 ga tortadi deb aytilyapti. Hop, 5 ta so'rov bo'yicha endi bundan ko'ramiz. Solid B2 bu 100% B2 deb aytilyapti. Endi B2 dan yuqoriroq deb bu Gemini xulosalayapti. Demak, o'zingizni balingiz, bu yerdagi xatolaringiz mana qaysi xato, endi tekshirishda ham mana nima bor? Farq bor. Solishtirishingiz mumkin. Original one va yaxshilangan variantlari bunda ham xuddi shunga o'xshagan. Grammar accuracy, coherence, task fulfillment, nechta yozilishi va hammasi mana yozilgan, formal, informallarigacha. Bu prompt juda ham foydali. Bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Eng zo'ri mana bu AI, ya'ni barcha pulli AI'larda o'rnini bosadi. Hech qaysini sotib olish kerak emas, chunki sizda qarang qancha variantlar bor. Eng pullilari tekin ishlatsangiz bu juda bir boshqacha bo'lsa kerak. Ham solishtirishingiz mumkin, qaysi biri yaxshiroq tekshiryapti. Demak, ham hozir sizga yangi AI'ni, ya'ni sun'iy intellektda ishlashini ko'rsatdim va foydalanishni va prompt, ya'ni bu promptni YouTube kanalimda o'sha ta'rifiga yozib qo'yaman. Bemalol copy qilib ishlatishingiz mumkin. Hammaga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Faqatgina tekshirib, uni xatolaringizni o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi. Xo'p,
Guys, shu videomiz shundan iborat edi. See you guys for the next episode.